Bir narsani sezganmisiz? Ba'zi odamlar ko'proq pul topish imkoniyatiga ega, lekin negadir o'zini to'xtatishadi. Sabablaridan biri esa bolalikda shakllangan oilaga nisbatan moliyaviy sadoqat bo'lishi mumkin. Masalan, ushbu odamlarni o'ngida quyidagi e'tiqod yashaydi, ya'ni men ota-onamdan ko'proq pul topsam, bu noto'g'ri bo'ladi. Ushbu odamlarni ichida, ya'ni psixikasida aybdorlik hissi paydo bo'ladi shu payt. Go'yoki siz oilaviy sistemangizdan ozib ketgandek o'zingizni his qilasiz. Shuning uchun ayrim odamlarimiz, aynan shunaqa e'tiqod ostida yashaydigan odamlarimiz daromadni ko'paytirish yo'llarini ko'rishsa, ularni qo'ldan boy berishadi. Va ushbu odamlarda muammo bilimida yoki pul topish qobiliyatida emas, balki ushbu e'tiqoddadir, ya'ni aybdorlik hissidadir.